Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar men boks жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар тек qana bizda bo'ladi. Sol uchun arnaga tirkelib like bosуды unutmangizlar. Janshib tastayman. Alimxanulu qo'rqaq chempionning zeresini aldı. Orta salmoqda WBO және IBF chempioni Janibek Alimxanulu осы divizionda WBS titulini ye Dominikalik Carlos Adames'pen o'tу mumkin jekpe-jekka қатысты o'yinni aytdi. Men Carlos Adames'ni janshib tastayman. Nokautga tushirib Zeynetga ertaroq chiqaraman. Tuman tarqab, jarq tushganda mening yig'imda 4 belbeu bo'ladi. WBS men The Ring'da qo'sa olganda. Bu jekpe-jek kuzga дейін o'tу kerak. Agar bu negizsiz jo'g'ari bag'alanib ketgan qo'rqaq tag'ida qashib ketmasa, deb yozadi Alimxanulu X alimentik желісінде. Esga salayıq, Alimxanulu men Adames arasında alimentik желілерде bir necha marta janjallar tuğundab bo'latin. Ekovi de bir-birining jekpe-jekdan qashib jur deb ayıptanuda. Sonымен қатар Alimxanulu WBO chempioni kubalik Irslanda Laramen de jekpe-jek o'tkazgisi keladi. Janibek keyingi ret 5-savur kuni Astanada chiqib fransalik Anuel Nigamesini nokautga tushirgan edi. Sizlar men boks жаңалықтары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар тек qana bizda bo'ladi.